Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Albatta Allohning masjidlarini faqatgina Allohga iymon keltirgan, oxirat kuniga iymon keltirganlar, namoz o'qiganlar, zakot berganlargina obod qilurlar. Shoyatki ana o'shalar hidoyat topganlardan bo'lsalar, deydi Alloh taolo.